Hop, bu bizda backup server. Backup server обязательно kerak, chunki ichki arxivimiz bo'lishi kerak. Har qanday holatda biza bemalol backupdan muammoli holatda ma'lumotlarni tiklashimiz zarur. 4 terabaytlik tahap bor bu yerda va SSD NVMe bu yerda o'rnatilgan. Prinsip ishlashi yomon emas. Endi backup uchun sal kuchliroq kompyuter olingan. No backupdan tashqari qo'shimcha ishlar ham bajaradi ba'zida. Faqat backup uchun emas. Shuning uchun tashkilotda backup server tashkillashtirishni unutmanglar. Bu foyda bo'lsa bo'ladiki, qiyin paytda hech qachon zarar qilmaydi. Oson yechim topishga imkon beradi. Hop, backup serverimizga SVP Plus siteviy kartamizni qo'yishga muvaffaq bo'ldik. Endi buni ham joyiga qo'yib, ishga tushirib tekshirish qoldi. SVP portlarni DAC kabel hali kelmadi. DAC kabel kelish bilan o'rnatamiz va ishga tushiramiz. Hozircha faqat test qilamiz. Hop, временный DAC kabel qo'yib tekshiryapmiz. Prinsipi 10 gigabit ishlayapti. Tezlik 10 gigabit, muammo yo'q. Hammasi joyida. Походу ошибкалari ham yo'q. Bo'lmasa muammo chiqardi. Всё, ishlayapti. Endi официальный DAC kabel kelganda, o'shanda полный переключение qilamiz. Hop, mana backup serverimizda ham yondi. Hech qanaqa driver so'ramadi. Windows server HP bilan muammosiz ishlayapti. HP siteviy kartalar bilan. IP olyapti. Skorost 10 gigabit. Muammo yo'q. Haritmon qarshi hamma portini tekshirib olamiz. Bu yerda ham mana 10 gigabit muammosi yo'q. Endi ofitsialni kutamiz SVP DAC kabellarni. Ana undan keyin hammasini infrastrukturani полный 100% 10 gigabitga o'tkazamiz. Bulardan keyin sekin voz kechamiz. Hammaga rahmat. Bugungi ish tugadi.